Xo'p, bu ko'rsatish so'zlarimiz. Ko'rsatish so'zlarimiz ingliz tilida asosan 4 ta. This, that, these, those. Tarjimasi bu. This tarjimasi bu. That tarjimasi anavi. These tarjimasi bular. Those tarjimasi anavilar. Xo'p, this dan keyin is keladi. Z dan keyin ham is keladi. These dan keyin are keladi. Those dan keyin are keladi. Xo'p, this yaqinda Z uzoqda turgan narsani ko'rsatish. To'g'ri, qo'lingiz yetmagan narsaga nisbatan Z, qo'lingiz yetadigan narsaga nisbatan this ishlatiladi. These bular qo'lingiz yetadigan narsaga nisbatan ko'p narsalarga nisbatan, those qo'lingiz yetmaydigan narsaga nisbatan ko'p narsalarga nisbatan ishlatiladi. Xo'p, endi bu narsani aytganimiz sababi bulardan keyin nima ishlatilyapti? Nima ishlatilyapti? To be ishlatilyapti. E'tibor bering. Is, are. Agar birlikda bo'lsa is, ko'plikda bo'lsa are ishlatiladi. Undan keyin biz qaysi mavzuga o'tdik? Have, has. Tarjimasi nima degan edi? Bunda bor. Yo'q. Mana shunda. Biror kimda Biror narsa bor. biror kimda biror narsa bor deb tarjima qilgandik. Xo'p, biror kim edi? Ikki xil narmayda, ikki xil edi. Ya'ni ular I, we, you, they. Yoki he, she, to'g'ri? He, she va it. Xo'p, biz I will use he, she, it bilan have ni, I will use bilan have ni, has bilan he, she, itni. Yoki bular nima bo'lib kelishi mumkin? Name, ism yoki names. Ism yoki ismlar bo'lib kelishi mumkin. Alisher, Dildora, Nigora bo'lsa has ishlatiladi. Alisher and Dildora bo'lsa have ishlatiladi. Chunki ular ko'plik bo'lib ketib qolganligi uchun. Kelishdiki, A'ga nisbatan ism ishlatilmaymiz. Xo'p. Bunda nima degani edi? I will use he, she tarjimasi menda, bizda, you, sizda, sizlarda, they, ularda, he, unda, she, unda, it, unda. Hammasi unda deb tarjima qilamiz. Endi biz yana o'rgangan narsamiz bor edi, mavzuyimiz. Bu qaysi mavzu edi? There is, there are. Tarjimasi